Ulug'bek, Muzaffar degan yigitlar komandasi bilan Muzaffarjon bilan Bobirjonni. Doktorlarimiz Ulug'bek bilan Muzaffarjon yaxshi yigitlar ekan. Shu Muzaffarjon o'g'lim eson bo'lsin, rahmat. Отлично. Это здорово. Я, например, очень довольна, что попала в их руки. o'sha yerda o'qishgan ekan, Rossiyada o'qishgan ekanmi, shuni eshitdimu umidni qattiq bog'ladim. Men hammalada xursandman. Mana Alloh shukr, oyog'im butun, oyog'im joyida qoldi. Davolashyapti. Muzaffar, Ulug'bek, Karomatillo, Hindor, Bobirjon bu bolalardan juda katta minnatdorman. Ularga katta rahmat. Agar sizda uzoq vaqtdan beri tuzalmayotgan yaralar, doimiy og'riq yoki oyoq barmoqlarida nekroz, gangrena kuzatilayotgan bo'lsa va hatto amputatsiya qilish tavsiya qilingan bo'lsa, umidsizlanmang. Shifokor Muzaffar Murodovich 10 yildan ortiq tajribaga ega qon tomir xirurgi va doktor flebolog. Eng qimmat narsa bu vaqt va uni yo'qotmaslik eng to'g'ri qaror. Stop amputatsiya. Bu shunchaki loyiha emas. Bu mas'uliyat, bu tanlov, bu hayotni saqlab qolish yo'li. Vaqtingizni bekor ketkazmang. Hoziroq konsultatsiyaga yoziling.